falogat suymisiz, sog' salomat. Avvalambor bugun ustoz va murabbiylar kuni. Shu ulug' bayramda eng ulug' kasb egalari, ya'ni o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz jumladan sizni chin qalbimdan, o'zim nomidan, butun So'x xalqi nomidan tabriklayman. Sizni qilgan mashaqqatli mehnatlaringiz qancha shogirdlarni chiqargansiz va bular hozirgi kunda davlatimizni boshqaruv organlarida, hamma tarmoqlarda ishlab kelishyapti. Mana So'xda ham siz shogirdlaringizdan juda ko'p, hatto hokim o'rinbosarlari, katta tarmoq boshliqlari ham ish olib borishyapti. Shuning uchun sizga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy xotirjamlik, baxt, saodat va kelgusi ishlaringizda omadlar tilayman. Men bilaman siz kuniga, hatto mana kuniga gazeta o'qiysiz. To'g'rimi? Obuna bo'lib hamma gazetalarda o'qib chiqasiz. Hozir ham faolligingiz to'xtagani yo'q. Kundan kunga shijoat bilan ishlayapsiz. Shu bardavom bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. O'zbekistonimiz tinchlik, osoyishtalik, hurmatli prezidentimizni butun ustozlarga yo'llagan tabriklari hozirgi kunda yoshlarimizga, maktablarga, ta'lim muassasalariga bo'layotgan e'tiborlar, davlatimizni eng katta yo'nalishlaridan bittasi bu ta'lim sifati. Shu buyuk kasb egasisiz, iloyim shu hamma yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, muhtaram aziz mehmonlar. Meni o'qituvchilarni bayrami haqida mana 1-oktyabrda sizlar meni dargohimga, uyimga kelib tabrikladilar. Sizlarga katta rahmat, minnatdorman. Parvardigor hammalaringizga Xudoy Karim omad bersin. Endi muhtaram prezidentimizni to'g'risida Saygusoyev aytdilar. Endi bularni so'zlarini men takrorlashga qudratim yetmasa kerak. Chunki bularning so'zlari juda ma'nolik, hamma tomonlama haqiqat, adolat. 23-kuni hurmatli prezidentimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilarni tabriklash to'g'risida so'zga chiqib aytdilar. Muallim, 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 ta'lim, ta'lim, ta'lim. Bu so'zni biron hozirgacha biron davlat boshlig'i yo olimlar yo akademiklar aytganlari yo'q. Birinchi mana shu shiorni prezident muallim haqida aytdilar. Prezidentimiz 2016-yil birinchi so'zga chiqib aytdilar. To haqiqat bo'lmasa jamiyat oldin bormaydi. Yana aytdilar. Shunday ishlaylik, shunday yashaylik. Har bir inson shu bugungi o'tayotgan hayotidan rozi bo'lsin. Yana bir yoshlar haqida aytdilar.
bu yoshlarni haqida gaplaganlari 3 ta katta tom kitob bo'lib chiqishi mumkin. Birinchi aytilar, yoshlar O'zbekistonda baxtu saodati. Yoshlar haqida men ota-onalariga o'xshab men ham yordam qilaman. Yana 3-chi aytilar, yoshlar O'zbekistonda tilla fondi dedilar. Bu so'zlarni biron bu davlat boshliqlari aytganlari yo'q. Dar haqiqat bugun mana tabiat ajoyib, mana shu sentyabr oyida har yili ilgari 3 oy paxta terardik maktab bolalari bilan. Xudoga ming marta shukr, ne tanho xalqimiz yoshlardan boshlab ta qarilargacha kecha kunduz Shavkat Mirziyoyev prezident bilan televizorga ham qilaman, radioga ham qilaman, ko'p majlislarga ham so'zlagan odamlar, yer xotin, yosh bolalar, maktab bolalar prezidentimizga minnatdorchilik bildiradi. Dar haqiqat O'zbekiston gullab-gulladi. Jahonda mashhur bo'ldi. Dunyo bo'yicha O'zbekistonni hamma taniydi. Mana yaqinda og'inga chiqib so'zladilar. Dunyo bo'yicha hamma xalqlari o'rnidan turib, qarsak bo'lib hurmat qildilar. Xudo Parvardigor shu prezidentimiz kelgusida mendan ham uzoq umr ko'rsinlar, 100dan ham oshib umr ko'rib shu prezident bo'lib O'zbekistonni dunyo bo'yicha birinchi o'ringa olib chiqdi. Hurmatli ustozlar